تىيەنئەنمېن va ئۆركەشنىڭ 30 yildiki Uyghur tepekkurliri. Aptori Nebijan Tursun. 30 yıllık yekunlar. Həşbəşdügüçə insaniyet tarixidiki ən çoğ bir qıtımlıq yaş oquvchilarni qırğın qilish vaqasi. Yani 1989 yildiki 4 iyun Tian'anmën qirg'inchiligiga 30 yil to'shdi. Bu 30 yil shu tarixiy davolg'ishga qatnashgan 18-20 necha yoshlik bolalarni bugun 50 necha yoshlik odamlarga aylantirgan bo'lsa, shu yoshlarni qirg'in jallodlarni allaburun jahannamga uzdi bo'ldi. Bu 30 yil Xitoy millatini, Xitoy davlatini siyosiy jihatdan o'zgartirolmasimi, ammo iqtisodiy jihatdan o'zgartib, aslidagi gadoylar proletariatni bugungi puldorlarga, bugungi burjozlarga, aslidagi yamoq ishtonliq latxayliklarni bugungi kunda Amerikaning eng isil markallarini yaratmaydigan, ya'ni aslini unutgan isil zotlarga aylantirdi. Bu 30 yil Xitoy kommunist hokimiyat guruhini texmo diktatorlikqa, texmo asabiy zo'ravonliklarga ko'ndirib, dunyodagi hech qandaq insoniy so'ygu, insoniy va siyosiy qadr-qimmat o'lchamlarini, xalqaraviy normalarni hurmat qilmaydigan va ko'zga ilmaydigan mushtumzo'rlarga aylantirdi. Bugungi kunlarda Uyghur millatining qandaq xo'rlanayotganligi buning tipik misoli bo'lsa kerak. Bu 30 yil ayni vaqtdagi chiroyidan sabiylik yig'ib turgan, millionlagan demokratiya talab qilgan yosh Xitoylarni bugungi kunda o'zlarining ayni vaqtdagi sabiyligiga pushaymon qiladigan, ayni vaqtda o'zlari cho'qingan g'arb demokratiyasiga xiris qilish ro'yi bilan cho'ng millatchilik xohishi kiralashgan holda o'zgartib tarbiyaladi. Bu 30 yil aslida minglagan levshavbolarni tug'ishi kerak edi. Afsuski, Xitoy xalqi faqat bir levshavbodan boshqani Aporida qila olmadi. Xitoylar o'z levshavbosini qutuldira olmadi. Aksicha o'zlari uning xorlanishi va yo'qotilishiga sukut qildi. Bu 30 yilda shovinistlashgan Xitoy tuzumi doim o'z o'tmishida Xitoy xalqini azgan, bo'zaq qilgan, kamsitgan va talon-taroj qilgan deb shikoyat qilib kelgan Yevropaliklar, Ruslar, Yaponlar ustidan g'olib chiqib, ulardan o'ch ololmasimi? Ammo Xitoy millatining tarixidagi ularni izchil bo'zaq qilgan, idora qilgan, shuningdek Xitoy hukmronlariga bosh egmagan Uyg'urlarni, Tibetlarni, Mo'ng'ullarni, Manjularni milliy ruhiy jihatdan sundirib, assimilyatsiya qilib o'tish uchun g'albalik kurash qila oladi. Xitoy davlat mashinasi bugungi kunga kelganda xuddi Amerika davlat ishlari ministri Mike Pompeo eskartgandek 1930-yillardan keyingi yana bir qatimliq eng ig'ir natsistlarcha lager tuzumini barpo qilib, uni Uyg'urlar ustidan sinoq qilib ishlatib, Uyg'ur millatini kelajakdan bir millat sifatida o'chirib tashlanish xavfiga duchor qildi. Natsistlarning jazo lagerlari 21-asrda ana shu fasistlashgan Xitoy kommunist hukmronlari guruhi tarafidan dunyoga qayta tirildirilib,
bu əmdi qat'iy yüz berməsin degan insoniyatning o'rtaq arzusini buzib tashladi. Gerçi 4 iyun Tian'anmën qirg'inchiligining 30 yillik munosabati bilan Amerika Davlat Majlisidagi guvohlik berish yig'inida so'z qilgan, ayni vaqtdagi Xitoy demokratik yoshlarning og'zidan Uyg'urlarning bugungi dahshatlik taqdiri, ya'ni 1930-yillardan keyingi eng ig'ir jazo lagerlari masalasi eslitilmasimi? Ammo shularning saptashi o'rkash. Amerika Davlat Majlisida Xitoy hokimiyat apparatini banditlar guruhi deb atash bilan birga o'zining milliondan ortiq qarindoshlarining natsistlarcha jazo lagerlariga solinib jazolanayotganligini, millat sifatida yo'qotilishga yuzlantirilayotganligini g'azab bilan eskartdi. Örkesh Tian'anmën qirg'inchiligining 30 yilida, ya'ni o'zining musofirlik hayotining 30 yilida Amerika Davlat Majlisida, Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'urlarning xalqchillik kurashlarini e'tirof qilish va taqdirlash ham muhokama so'rinlarida Uyg'urlar haqida yurak bag'ridan chiqarib bir qator nutqlarni so'zlab, o'zining sobiq Xitoy demokratik harakati rahbaridan Uyg'ur jangovar faoliyatchisiga o'tganligini namoyon qildi. Garchi u burunmo Uyg'ur haqida so'zlagan bo'lsa-mu, ammo bu qitim u boshqacha yuksak ruhga to'lgan edi. Bu 30 yil aslidagi Xitoy demokratik harakatining rahbari va uzun yillar Tayvanda Xitoy aholisi ham Xitoy madaniyati ichida yashayotgan Örkeshning oqibatda baribir uning tomirlaridagi Uyg'urlik ro'yi bo'yicha yanala o'z millatining qismatlaridan azoblanib, o'z qarindoshlarining himoyachisi sifatida ko'krak kerib maydonga chiqishiga, dunyoning eng qudratlik demokratik saroy bo'lgan Amerika Davlat Majlisida o'z millati haqida eng ta'sirlik, kuchlik so'zlarni qilishga elib keldi. Demak, onun 30 yildan buyon didorini ko'rolmagan dadasining tomiridagi Sodir Palvon, G'ani Botur, Ahmadjon Qosimi ichgan, o'rkashlab oqqan Ili daryosining suvlari Örkeshni 30 yildan buyon o'zini qorshab turgan Xitoy madaniyati, Xitoy tili, Xitoy psixikasi, Xitoy ijtimoiy hayot qurilmasining asriga aylantira olmagan va uningga bugünkidek Uyg'urlik ro'yi ato qilgan edi. Tian'anmën qirg'inchiligining bu 30 yilida Uyg'urlarning 1000 yillik diniy qarindoshlari bo'lgan butun dunyo musulmon davlatlari Uyg'ur vatani bilan tog' daryolar birlashib ketgan va Uyg'urlar bilan bir yiltizdan chiqqan O'rta Osiyo Turkiy musulmon hukumatlari Xitoydan keladigan savdo iqtisodiy foyda manfaatning qullariga aylanib, Uyg'urlar duch kelayotgan bu insoniyat fojiasi, musulmonlar va Turkiy xalqlar fojiasiga nisbatan quliqini yopirib turgan bu kunlarda Uyg'ur xalqining necha ming yillardan buyon davomlashib kelayotgan tili, milliy madaniyatlari, ularning islom e'tiqodlari va milliy kimlikka duch kelgan tajovuzchilik, Amerika hukumati, Amerika Davlat Majlis raisi, Amerika muavin prezidenti, Amerika Davlat Majlis a'zolari, Amerika tashqi ishlar rahbarlari, Davlat mudofaa ministrligi rahbarlari, shuningdek Amerikadagi bir qism huquq qo'g'dash tashkilotlari, olimlari, ziyolilar tarafidan
ko'p qatim ayıplanib, faşistlashgan Xitoy tuzimining Uyghur millatini xo'rlashi, oyoq osti qilishiga insoniyatning yo'l qo'ymaydiganligini jakarladi. Buning bilan dunyodagi eng qudratli davlat Amerika Uyg'urlarning eng qat'iy va murassassiz himoyachisi sifatida maydonga chiqib, Xitoy doiralarini sarosimga soldi. Agar Amerika mundaq qat kiyirib, Uyghur xalqining insoniy qadr-qimmatini qo'g'dimasa, kimmi yana mundaq kuchlik ovozlar bilan davomliq o'tirg'i chiqar edi? 30 yil ilgari Tian'anmën maydonida millionlagan Xitoy o'quvchilarning oldida 20 yoshlik Örkesh ismli bir Uyg'ur doyi sifatida erkinlik haykali bilan tang tiklanganda 100 millionlagan Xitoy xalqi Örkeshdan Uyg'urlardagi qahramonlik ro'yini ko'rgan va uningdan hayronlik his qilishgan ham suyungan bo'lsa, afsuski bugungi kunlarda Örkeshning bir qancha million millatdosh qarindoshlari natsistlarcha lagerlarda azob chekayotganda, shuncha uzun tarixiy musofalarni sog'-salomat boshdan kechirib, shalliq insoniyat madaniyatlarini yoritib, insoniyatga has qo'shgan bir millat, milliy kimlik va madaniyat kimligi bo'yicha yo'q qilinishga uchrayotganda, ularga yestashlik qilib, to'xta, bu insoniyat uchun emas, balki Xitoy millati, Xitoy xalqi uchunmi nomus deb maydonga chiqolmadi. Lekin yanala aşı Örkesh o'z kimligiga qaytib kelib, o'z xalqi uchun o'zi yig'lash yo'lini tutdi. Bu 30 yil yana o'z navbatida bizlarga zo'r aslamalarni ato qildi. O'zimni o'z ichiga olgan nurg'un 50 necha yoshliklar qaytadan ashu Tian'anmenda bo'lgan voqealar qo'yniga qaytdi. Kishilar qaytadan Tian'anmenda tankini to'sgan qahramonni eslaganda, 2009 yil 5 iyul voqeasida Urumchida o'xshashla Xitoy brovniklari va chish tirnoqigacha qurollangan askarlarga qarshi ko'krak kerib chiqib, ularni to'sgan Tursun gulnimi unutib qolmadi. Ashu 30 yilning oldiga qaytganimizda Tian'anmenda qo'zg'al degan Uyg'urcha lozinkini ko'tarib, Xitoy yoshlar bilan bir sapda demokratiya istab namoyishga chiqqan Uyg'ur yoshlarining ro'yi qiyofatlari ko'z oldimizda paydo bo'ladi. Shu 30 yil oldidagi bu sabiy chiroylar ko'z oldimizda paydo bo'ladi. Kim biladi, bu yoshlarning bir qismi 30 yildan keyingi bu kunlarda lagerlarda ingravotgan bo'lishi va yoki farzandlari, qarindoshlari lagerlarga solinib, ular uchun azoblanayotgan bo'lishi mumkin. Ayni chog'dagi Uyg'urlarning ko'zidagi Tian'anmën harakati. Buningdan 30 yil ilgariga qaytganimda, kamina shu vaqtda Urumchidagi Xinjiang universitetining yosh o'qituvchisi va O'rta Osiyo institutining aspiranti edim. 20 necha yoshlik yuraklari so'qib turadigan yosh o'qituvchi bo'lish sifatim bilan Uyg'ur va O'rta Osiyo tarixi qahramonlari va Uyg'ur xalqining shalliq o'tmishidan masxush edim. Tian'anmendagi ashu millionlagan o'quvchilarning jangovarliklariga to'lim havas qilatdim. Bu mening Beijing Markaziy Millatlar institutini bitirib qaytib kelganimga texi 4 yil bo'lgan chog'lar edi.
Шуңа Бейжіңдегі әші көрәш мейданы Tian'anmën və оқучылар маңған көчілер маңа наайты тоныш еді. Bu vaqtlarda 1985 yil 12 aydagi Ürümçi oliy maktablardagi Uyghur o'quvchilarining namoyishlari orqali Xitoy miqyosidagi tunji qitimliq demokratik o'quvchilar harakatining, ya'ni 1989 yildagi Beijing Tian'anmën o'quvchilar harakatining chum pardasini ochganligiga, shuningdan keyingi yana bir qitimliq milliy kamsitishga qarshi Xinjiang universitetidagi Uyg'ur o'quvchilar harakatiga shohid bo'ldim. Har qitimliq vaqalardan keyingi uzunga so'zilgan zerikishlik majburiy siyosiy o'ginishlar, ayblashlardan bezor bo'lgan edim. Ana shu harakatlardan keyin 1989 yil 4-oylarda boshlangan Beijing o'quvchilar harakati butun Xitoyni tavratgan harakat bo'lish sifati bilan Ürümchiga, jumladan Uyg'ur diyoridagi Xitoylarga va Uyg'urlarga ma'lum ta'sirlarni ko'rsatgan edi. Namoyish va ochliq e'lon qilish ahvoli, Liping va boshqalarning o'quvchilar bilan o'tkazgan suhbatlari ham boshqa tafsilotlar televizorlarda har kuni to'liq ko'rsatilib turilgan edi. Har kim televiziya ekrani oldidan ketmaydi. Mening Uyg'ur xizmatdoshlarimdan sirt, yana Xitoy xizmatdoshlarimmo Örkeshning jangovarlik va boshlamchilik ro'yini og'zi-og'ziga tegmay maqtashadi. Hatto bir yosh Xitoy qiz muallim Örkeshni maqtab, "Örkesh Uyg'ur ekan. Sizlar Uyg'urlar qahramon millatsizlar. 1 milliard xanzular ichidan Örkeshdak bir qahramon chiqmadi" deb tortgan edi. U har qatim meni ko'rsila Örkeshni maqtaydi. Harakat bostirilgandan keyin Xitoydagi cho'ng gezitlar deb o'quvchilar harakatini va ularning Örkesh qatorliq rahbarlarini qoralab, maqollarni yog'diribdi. Örkesh eng razil siyosiy so'zlar bilan tillandi. Uning ustidan hatto yaxshi o'qimagan, haroqkash, jidalxo'r, axloqsiz degandek har xil haqorat va xunuklashtirish so'zlar bilanmi shikoyat qilindi. Ammo heliqi Xitoy qiz muallim yanala Örkeshning qahramonligi qarishini davomlashtiravergan edi. Tian'anmën harakati davomlashgan shu kunlarda Xinjiang universitetidagi Xitoy o'quvchilar va bir qism o'qituvchilar orasida Beijing o'quvchilarini qo'llab, ochliq e'lon qilish ham jim o'ltirib olib norozilik bildirish faoliyatlari yuz berdi. Bu qatordan hatto bir qancha Uyg'ur o'qituvchimi o'rin oldi. Bo'libmi bir Uyg'ur yosh o'qituvchi beshiga latta bog'lab, rasmiy jim o'ltirib, norozilik qilish faoliyatini davomlashtirib, butun Uyg'ur o'qituvchi va o'quvchilar orasida ta'sir paydo qilgan edi. Hatto ba'zi o'qituvchilar bu beshiga latta bog'lab, jim o'ltirib olgan bir Uyg'ur yosh o'qituvchini mazoq qilib, chaqchaqlarga keltirib o'lgirdi. Shu kunlarda Xinjiang universitetida ba'zi tom gezitlarimi o'ttirg'i chiqqan bo'lib, shundaq cho'ng xatlik tom gezitlarining birida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumati Xitoy markaziy hukumatidan, Kompartiya markaziy komitetidan aloqasini uzib, o'z oldiga ish ilib berish chaqiriqimi o'ttirg'i chiqdi. Albatta, bularning hammasi Xitoy o'quvchi ziyolilar tarafidan maydonga chiqarilgan edi. Undaqda shu vaqtda Uyg'urlar, bo'libmi Uyg'ur o'qituvchilari, peshqadamlar orasida qandaq fikrlar bor edi? Meningcha,
3 xil qarash mavjud edi. Birinchi, bir qism Uyg'urlar Tian'anmën o'quvchilar harakatining oyig'i chiqmaydi. Bu hech qandaq natija bermaydi. Baribir tinchitiladi. Uyg'ur o'quvchilar, o'qituvchilar, ziyolilar buningga aralashib qolsa, ziyon Xitoylarga emas, shu Uyg'urlarga bo'ladi deb qaraydigan xohish. Ikkinchi, bu Xitoylarning o'zlarining ichki ishi. Ichki huquq talish ko'rishining ifodasi. O'quvchilar g'alaba qilib, shularning orzusidek kishilar huquqni qo'lga olsa-mu, baribir Uyg'urlarga qaratgan milliy siyosatda o'zgarish bo'lmaydi. Kim hokimiyatni egallasa, u yanala Uyg'urlarni bostirdi. Uyg'urlarga hech qanday yuksak bir huquq bermaydi. Qandaq rangdagi Xitoy hokimiyati o'rnatilsin, hammasi Uyg'urlarga erkinlik bermaydi deb qarash. Uchinchi, Jungo hech qachon tinchlik bilan demokratiya yo'liga mangmaydi. Bu o'quvchilar harakati hamon bostiriladi. Hatto qonliq bostirilishi mumkin. Shunga buningdan ner turish kerak. Aralashmaslik kerak deydigan qarash. Bu chaqlarda, ya'ni 1980-yillarda Uyg'urlarning 1930-1940 siyosiy kurashlari, ikki qatimliq inqilob va Sharq Turkiston Cumhuriyatlarini qurishga qatnashganlar. 1940-yillardagi Urumchidagi 3 apandi tarafdorlari, Eli inqilobi qatnashquchilari, Ahmadjon Qosimini ko'rganlar va birga kurash qilganlar. 1947-yildagi Qashqar va Urumchidagi cho'ng namoyishlarga qatnashganlar. 1957-1959 Uyg'uriston yoki Sharq Turkiston ittifoqdosh jumhuriyati da'vos qildi deb yerlik millatchi bo'lib jazolanganlar. Hatto 1960-1970 turlik siyosiy faoliyatlar, Xalq inqilobi partiyasining faoliyatlari ham madaniyat inqilobi bo'ron chapqinlariga daxil bo'lgan nurg'un kishilar texi hayot va bir qismi texi ma'rif, ilm-fan madaniyat o'rinlarida xizmat qiladi. Ular Beijingdagi Tian'anmën o'quvchilar harakatini yaqindan kuzatgan bo'lsa-mu, biroq bu harakatlardan hech qanday umid ko'rmagan edi. Ular o'z tajribalari va Xitoyning ichki tashqi vaziyati, Uyg'urlarning vaziyati bo'yicha masalani tahlil qiladi. Ayni vaqtdagi Xinjiang universiteti O'rta Osiyo institutining tadqiqotchisi 1946-1949 yillardagi 3 apandi tarafdorlardan biri marhum Hoji Yaqub Yusuf Anat bu masalada ko'proq fikr qilgan bo'lib, u men bilan ko'proq so'zlashib, o'z tahlillarini o'ttirg'a qo'yib, heliqi beshig'i lata bog'lab, Xitoy o'quvchilar bilan birga jim o'ltirib olib, norozilik bildirgan Uyg'ur yosh o'qituvchini nadonlik qildi deb qaragan edi. U Beijing rahbarlari bu yoshlarni bostirishdan boshqa yo'l tutmaydi. Bu Xitoylarning o'z ichki ishi. Agar Uyg'urlar aralashib qolsa, oxirida ziyonning cho'ngini Uyg'urlar o'zi tortadi degan edi. Haqiqatan Beijing o'quvchilari 1989-yil 4-iyun kuni qonliq bostirildi. Xitoy rahbarlari o'zlarining minglagan farzandlarini hech rahm qilmasdan dahshatli turda o'q tutib, qirib tashlash yo'li bilan Tian'anmën maydonini qon bilan yuvdi. Shu yili 9-oyda Beijingga borsam, Beijingliklar bir xil ochiq sukutga cho'mgan.
hech kimmo 4-iyunni tilga olg'isi kelmaydigan bir xil ichki norozilik, ichinish, nafrat chiroylardan chiqib turadigan ahvol hukm surganligini his qilgan edim. Qizil maydon va Tian'anmendagi o'xshamagan ikki manzara. Beijing o'quvchilari o'z namoyishlarini davomlashtirayotganda, ya'ni 1989-yil 15-may kuni Sovet ittifoqi rahbari, Sovet ittifoqi kompartiyasining bosh sekretari Mikhail Gorbachov Beijingni ziyorat qildi. Deng Xiaoping bilan uzun suhbatlashgandan keyin Sovet-Xitoy munosabatlari rasmiy normallashganligi jakarlanib, bir-biriga qarshi millionlab qo'shinlarni urush tayyorligiga silib, 20 necha yil dushmanlashgan mazkur ikki kommunist davlat oxiri qaytadan normal munosabat davrini boshladi. Gorbachevning ziyorati Nikita Xrushchevning oxirgi qitimliq Beijing safarida Mao Zedong bilan urushib qaytib ketib, 30 yildan keyingi tunji oliy darajalik rahbar safari edi. Albatta, Nikita Xrushchev, Mikhail Gorbachov va uningdan keyingi Boris Yeltsinlarning Sovet ittifoqi tarixidagi eng qudratlik diktator Yosif Stalindan farqli tarafi ularning Beijingga, ya'ni Xitoy rahbarlarining oldiga kelishi edi. Yosif Stalin hech qachon Xitoyga kelmagan edi. O hech qachon Mao Zedongning oldiga kelmagan bo'lib, uning mantiqisi bo'yicha Mao va boshqa har qanday Xitoy rahbari o'zining oldiga kelishi, o'ziga xizmat doklad qilish kerak edi. Stalindan aksicha yo'l tutib, Mao'ning oldiga kelib, yangi kommunist Xitoyni qudratli kuchga aylanishga g'oyat zo'r yordam ko'rsatgan Xrushchev oxiri Mao'ning ko'ziga ilmasligiga, hatto Sovet ittifoqiga mush etishiga elib keldi. Mikhail Gorbachov bo'lsa, Deng Xiaopingning oldiga kelib, ikki davlatning dushmanlik munosabatini oxirlashtirdi. Vaholanki 2,5 yildan keyin o'zi kompartiyani va Sovet davlatini yo'qotib, Deng Xiaopingga demokratik islohot ulgisi va natijasini ko'rsatib bergan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bu yo'lda hech qachon mangmadi xolos. Ayni vaqtdagi Xitoy o'quvchilar Mikhail Gorbachevning Glasnosti, ya'ni ochiq oshkora bo'lish nomidagi matbuot, yig'ilish va so'z erkinligini yo'lga qo'ygan demokratiyalik islohot elib berish qadamlaridan ilhom elib, kommunistik Xitoydimi Gorbachov modeli yuz berishini umid qilgan edi. Afsuski, bu Xitoy yoshlari shu vaqtda parda orqasida hokimiyat boshqarayotgan Deng Xiaopingning Mikhail Gorbachov emasligini, Xitoydan hech qachon Gorbachov chiqmaydiganligini o'ylab yetmagan bo'lsa kerak. Haqiqatan bu 30 yil Xitoydan hargizmi Gorbachov chiqmaydiganligini ko'rsatib qo'ydi. Hatto sabiy orzularga to'lgan bir qism demokratik Xitoy harakatchilari Xi Jinping hokimiyatga kelganda, uning Xitoyning Gorbachovi bo'lishi mumkin debmi umidlik tahlillarda bo'lishgan edi emasmi? Men 1989-yil 5-6 oylardagi Tian'anmendagi ashu romantik va dahshatli manzarni o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mu, ammo yana bir qizil imperiyaning yiqilish manzarasini ko'rishga muvaffaq bo'lgan edim. 1990-yil 3-oyda ana shu Sovet Xitoy munosabatlarining normallashish natijasida men Moskvadagi Sovet ittifoqining
әң али tədqiqat organı bolğan Sovet İttifaqı Pəllə Akademiyasının doktor aspiranti bo'lib, sobiq Sovet İttifaqidagi va Rossiya Federatsiyasidagi 8 yillik Uyghur va O'rta Osiyo tarixi sohasidagi doktorlik unvoni uchun o'qish hayotimni boshladim. Sovet İttifaqının oxirgi ozg'ina 2 yilni boshdan kechirdim. Bu chaqda Moskvadagi ziyolilar, tadqiqotchilar, professorlar, hatto odatdagi omma orasida demokratiyalashish tez qadamda olg'a ilgarilayotgan bo'lib, matbuot va so'z erkinligi kishilarning ong sapasini va irodasini o'stirgan. Hamma kishini kommunistik mustabid tuzumni oxirlashtirish masalasida erkin fikr qilish, erkin yig'ilish o'tkazish holatiga ilib kelgan edi. Hamma yerda demokratik islohot qilish haqida so'zlashayotgan, munozirlashayotgan manzarni ko'rish mumkin edi. Aldı bilan Kompartiya qonunsiz deb e'lon qilinish bilan hamma partiya a'zolarining kenishkinlarini cho'rib tashlash qadami besildi. Shuningdek, maxsus Sovet ittifoqini o'zgartish, jumhuriyatlarga mustaqillik huquqi berish masalalari muhokama qilindi va eng oxirida umumiy xalq Sovet ittifoqi saqlansinmi yoki amaldan qoldirilsinmi? Cumhuriyetler mustaqil bo'lsinmi yo'q degan mazmundagi referendumga qatnashib ovoz berdi. Xalq yuqori qizg'inlik bilan Sovet ittifoqining yo'qolishini qo'lladi. Bo'libmi Moskva, Leningrad qatorliq cho'ng shaharlardagi mutlaq ko'p qism ziyolilar, Rus ziyolilari, Rus ommasi Sovet ittifoqini amaldan qoldirib, demokratik va iqtisodiy islohot elib berishni himoya qilishgan edi. Ular Rossiya ayrim davlat bo'lsa, dunyodagi eng kuchli mamlakat bo'la oladi. Boshqa jumhuriyatlarni beqishdan iborat yukdan qutuladi. G'arb bilan ittifoqdosh bo'lish kerak. Bo'libmi Amerika yo'lini menish kerak deb qaraydi. Bu vaqtda Ruslarda G'arbga, bo'libmi Amerikaga, Amerika iqtisodiy, siyosiy va demokratik hayotiga talpinish yuqori edi. Referendumga mening saboqdoshlarim Ruslar, Azarlar, Tatarlar va boshqalar Sovet tuzumi yo'qolsin deb ovoz berdi. Lekin men ko'rgan qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar, hatto tojiklarda o'z jumhuriyatlarining mundaq osonla mustaqil bo'lishiga ishonmaslik ham Sovet ittifoqining yiqilishini zo'r xushallik deb qaramaslik kayfiyati bor edi. Hatto ularning ba'zilarining Sovet ittifoqi saqlansin deganga ovoz berganligini o'zlaridan anglagan edim. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, oxiri 70 yillik mustabid va qudratli davlat miltiq, zambarak ovozlar bilan emas, balki xalqning ovozi bilan, demokratik islohotning qudrati bilan tarix sahifasidan tushdi. 1991 yil 26 dekabr kuni kechda minglagan kishilar Qizil maydonda Sovet imperiyasining o'g'oq bo'lqiliq qizil bayrog'ining tushirilganligidan va Mikhail Gorbachevning Sovet ittifoqining tarix sahnasidan tushganligini jakarlashidan g'alaba tantanasi qilishdi. Menmo qonga bo'yalgan bu qizil bayroqning Kreml saroyi munoridan qandaq yerga tushirilganligini ko'rib, cheksiz hayajonlandim. Chunki bu bayroqda Uyg'urlarning qini bor edi. Bu bayroqda millionlagan kommunizm qurbonlarining qonlari bor edi.
Vahalanki Xitoydagi, jumladan Beyjingdagi Tian'anmën maydonidagi manzara Moskvadan tamamen aksicha oqibat bilan oxirlashdi. Tian'anmën maydonini Örkesh davlat Vangdan qatorliqlar rahbarligidagi millionlagan o'quvchilarning yig'izarlari, g'azablik nola faryotlari, shiddatlik o'q ovozlari, qonga milangan tanki zanjir tapallarining odamlar ustidan chaylab o'tgan gurildashlar qopladi. Minglagan yoshlarning issiq qonlari daryo bo'lib oqdi. Ularning jasadlari ko'ydirilib, yo'q qilindi. Minglagan Tian'anmën onalari hozirgacha yig'lamoqda. Mana bu ikki qizil imperiya poytaxtidagi bir-biriga o'xshamagan demokratiya orzularidan kelib chiqqan ikki xil oqibat manzarasidan iborat. Demak, Uyg'ur peshqadamlarining parazlari durust chiqdi. Yildiki beshiga lati yo'gab norozilik bildirgan Uyg'ur yosh o'qituvchimi uzun yillar ko'rmaganini ko'rib tortmagan azoblari oz qoldi. Uyg'urning ko'z yoshi, Örkeshning ko'z yoshi. Tian'anmën qirg'inchiligidan 10 oy o'tgandan keyin 1990 yil 4 ayda barında qurolli qo'zg'olon yuz berib, barin vaqasimi o'xshashla bostirildi. Va shuningdan keyin Xitoy doiralari Uyg'ur diyorida keng ko'lamlik milliy bo'lginchilikka qarshi turish, ikki ayrilolmaslikni targ'ib qilish, Turg'un Almasning 3 kitobini tanqid qilish orqali ideologiya sohasini tozalash va boshqa harakatlarni boshlavatdi. 1991 yil 12 oyda Sovet ittifoqining bir pay o'xsiz tarix sahifasidan o'chirilishidan keyin dunyo so'g'uq munosabatlar urushi oxirlashib, dunyo yangi bir siyosiy, iqtisodiy tartibga kirdi. Tian'anmendagi bostirish va Sovet ittifoqining yemirilishidan keyin Xitoy butun kuch bilan siyosiy islohot emas, balki iqtisodiy islohot qadamini tezlatdi. Demokratik o'zgartishga qarshi eng rahimsizlarcha kurash qildi. Bu vaqtdan e'tiboran Uyg'urlarning siyosiy qismatlari, siyosiy kurash tarixi yangi bosqichga kirgan bo'lib, shuningdan keyin Uyg'urlarning milliy ro'yi texmi kuchayishga qarab yuzlandi. Hamda Sovet ittifoqining yemirilishidan kelib chiqqan mustaqil davlatlar Uyg'urlarga yangi umid elib keldi. Shuningdan keyin dunyoda yangi munosabatlar, yangi to'qinish, dunyovilashish, terrorizmga qarshi kurash, yuqori texnika va internet uchur inqilobi davriga kirdi. Bu yangi dunyoviy o'zgarishlar jarayonida Uyg'urlarning qarshilik, norozilik harakatlarimi to'xtamay yuz berdi. Uyg'urlar 3 xil kuch degan qalpoq ostida rahimsizlarcha zarba berilish qismatiga o'z tilidagi ma'rif, madaniyatidan ayrilish, o'z diniy ibodatlari va e'tiqodi uchun jazolanish va eng oxirida hozirgidek millionlagan kishilar lagerlarga, turmalarga solinish qismatiga duch keldi. Ayni vaqtda kishilar doim Mavzudongning Sovet ittifoqiga cho'qingan vaqtlarda aytgan, Sovet ittifoqining buguni bizning atimiz degan mashhur so'zini aslashib, Sovet ittifoqining taqdirining Xitoyning taqdiri bo'lishini orzu qilishgan edi. Ammo mana 30 yil o'tdi. Xitoy dunyodagi ikkinchi iqtisodiy kuchdan birinchi iqtisodiy va dunyoviy kuchga o'tish ishtihosini jakarladi. Bu amaliyotda 21 asrning yangi to'qinish
va yangi elishish, erkinlik, mustabidlik ustidan, xalqchillik, hokim mutlaqlik ustidan, yo'ruqliq, zulmat ustidan g'alaba qilish uchun hal qilg'uch bosqichga kirganligining signali edi. Gerçi ayni vaqtda Tian'anmën o'quvchilar harakati bostirilib, Xitoy xalqining yuragi azoblangan bo'lsa-mu, Örkesh shuncha dang chiqargan o'quvchilar doisiga aylansa-mu, biroq birarmi Xitoy kishi o'z bolasiga Örkesh, ya'ni Örkeshi deb ism qo'yib boqmagan bo'lsa kerak. Ammo shuningdan keyin Uyg'urlar orasida Örkesh degan ism ko'paydi. Nurg'unlagan ota-onalar izchil balalarga ism qo'yganda Tian'anmendagi millionlagan o'quvchilarga rahbarlik qilib, Xitoy bosh ministri Lipin qatorliqlar bilan munozirlashib, ularni qo'rqmay turib silkib tashlagan. 1 milliard xalq ichidan chiqqan yagona yosh Uyg'ur balasi Örkeshning ismini tanlab olishdi. Demak, bu 30 yilda Uyg'urlarda minglagan Örkeshlar dunyoga kelgan bo'lib, Uyg'ur ota-onalar o'g'il farzandlariga Örkesh ismini qo'yganda uningga intayin keng ma'nolarni, umid orzularni mujassamlashtirganligi ro'shan. 10 necha yil ichida Örkeshni bir qancha qitim ko'rgan bo'lsam-mu, lekin bu qitim uning chiroyidan Beijing rahbarlari uningdan olgan o'shning naqadar cho'nqur iznalarini his qildim. Gerçi u 50 yoshlarning qarsini olgan bo'lsa-mu, ammo uning chiroyidan dada ona mehriga bo'lgan qonmaslik tuyg'usi xuddi kichik bolaning dadasi onasiga talmirayotganidek ko'zga tashlanib turadi. Dadasining oldidagi ayni vaqtdagi chochlari uzun, yuzlari kichik, sho'x, badallari uruq bir kichik boladan bugungi kunga kelganda soqol qo'ygan va badallari to'lgan 50 necha yoshlik dadaga aylangan edi. Afsuski, uning dadasi, onasi 30 yildan buyon o'z balasi Örkeshning didorini jonliq ko'rmadi va uning hidlarini purmadi. Ota-ona bilan farzand yo'ruq dunyoda bir-biri bilan 30 yillab ko'rishalmaslikdak qattiq fojiaga duch keldi. Kesib aytamanki, buning bilan Örkesh jismoniy jihatdan emas, balki eng ig'ir inson ro'yi va tuyg'u jazosiga uchirtildi. Jongnanxay rahbarlari uningdan dadasi va onasidan mahrum qoldirish, tirik yashab turibmi? Dada, ona deb quchoqlay olmaslik, dadasi onasining bag'rida bir tinib olish, ham bir yig'ilib olishga yo'l qo'ymaslik o'chini olgan edi. Shubhisizki, bu xil o'ch elish usuli Örkeshni umrvoyat insoniyatning aşı söyümlük ota-onasining millati, ya'ni bugungi kunda eng ig'ir azoblarni chekib yig'layotgan o'z millati Uyg'urning erkinlik jangchisi qilib qayta tarbiyalab yetishtirdi xolos. Tugidi. 2019 yil 11 iyun. Askartish manbasi Uyghur Akademiya tor betidan elindi.